Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Jizzax Zomin sanatoriyasida biz ham. O'sha yerda zakonniy bir asarlar bor ekan. Shularni donishtirib o'tamiz yana. Do'stimiz donishtirib o'tadi asarlarni. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog' yaxshimi? Allohga shukr. Sog'ligingiz yaxshimi? Asarlaringiz donishtirib. Zomin asarlari. Zomin asarlari 10 xil donishli asar bo'ladi. Har xil narsa bor ekan, asarlar. Guliga qarab. Bu nima qanaqa? Bahorda may oyidan boshlab sentyabrgacha asal olinadi. Bizda o'zimiz tog' asallari iyunning oxiridan avgust boshigacha asal olinadi. Gorniy asal, tog' asallari bu. Nima bu? Nimani asal? 3 xil asal bor. Tog' rayhonining asali, bu rastoropsha bor. Kesvitochniy bor. Bular kilosi 120 mingdan. Yuqori tog' asallari hisoblanadi. Mayskilar u rayonning svitochniy asallar, ular narxi arzonroq bo'ladi. Vasilyok, botokoz degan gulda asali, mana buni qora asal bo'ladi. Esingizda ko'zga, yurakka yaxshi asal hisoblanadi. Buni shifosi juda zo'r asal. Buni yegan odamlar juda yaxshi biladi. Mana bu mayski asallar. Mana bundan. Bundanmi? Aqirda cho'mliroq turibdi, unaqa. Immunitet oshirish yaxshi deb hisoblanadi. Bumi? Mana bu oqquray degan gulda asali. Oq asal bo'ladi, nafas yo'llariga, xatinlarga yaxshi asal. Allergiyasi bor odam yesa hech narsa qilmaydigan asal, oqquray asal, juda ajoyib asal. Nimada bu? Nimaniki bu? Oqquray degan gul bor. Gulniki bu. Adirlikda tog' yanbarida o'sadigan gul, oqquray degan gulda asali. Kuzda asali bor, kuzgi yantoqdiki, baliq ko'z bilan birga. Yantoqdiki bor. Ko'p yil oshgan 8-9 asal. Mana nima ekan bu? Bu asal bilan quruq mevalar. Tabiiy immunitet. Qovoq urug'i. Qovoq urug'i ham bor. Funduk. Bu nima ekan? Funduk. Indiyskiy yong'oq, kishu, mayiz. Immunitet oshirishga zo'r narsa. Va xuddi shuni maydalangani bor. Bumi? Mana o'sha yonidagi ishonsa. Bu nima bu? Qora sedana. Bu asal bilan qora sedana. Achchiq qora sedana asalga aralashtiriladi. U Qur'onda shifo qilingan asal ham, qora sedana ham juda ham foydaligi. Immunitet oshirishga, shamollashtirishga yaxshi narsa hisoblanadi. Asal ham, qora sedana ham. Bir qoshiqdan yeyilsa, o'zi asal qora sedanani ko'pchilik yeb yuradi. Mana shunaqa sovuq havolarda juda foydasi baland narsa bu narsa. Yegan odam ta'mini, foydasini zo'r sezadi. Dastavka bormi sizlarda? Dastavka bor. Любой joyga. Любой joyga. Любой joyga. Keyin pilsa. Bu nima bu? Svitochniy pilsa gulchanga. Kamqonlikka, immunitet pastlikka narsa. Buni ham asallarni oyoqcha sig'ib beradigan narsa. Bu ham juda ham bir zo'r narsa. Gulchang deyiladi, svitochniy pilsa. Internetga ham svitochniy pchilonni pilsa desa, juda ko'p ma'lumotga kelib chiqadi. Qon kamlikka, immunitet pastlikka, jigarga, sahari bor, davleniyasi bor, infarkt, insulti bor odam ham yesa, qo'zg'amaydi, shu narsalarni yo'q qiladi, chunki qonni tozalaydida. 200 gramlik, 300 gramlik uni o'zi bilgan odam svitochniy pilsani ham, propolis bor, propolisini ham, asal qora sedanani ham, asal qora sedan maydalangani, quruq mevalarni uni maydalanmaganini qilsa ham bo'ladi. Va 10 xil donishli zomin haqiqiy asali va ina. Tabiiy agar kimda bunga shubha qilsa, buni qilib bo'lmaydi. Buni qilib bo'lmaydi, chunki arini pechatda bu уже 100% arini o'zidan chiqaradigan narsa. Bular ham shunaqa o'xshaydi, tabiiy. Bu kesib qo'yganmiz, yarim kilo, 200 gram, 100 gram. Kerak bo'lsa olib ketaveradilar bemalol. Albatta, kerak bo'lsa dastavka ham qilib beraveramiz. Telefon nomeringizni ayting. 91lik 188 88 78. Zomin asali. Adashmanglar asalga. Bemalol telefon qilaverasizlar. Dastavka bor, любой joyga. Albatta.